Musulmonlar Masihga kelayotgan videolar ostida men ko'pincha shunday izohlarni ko'raman: islomni tark etayotganlar oz, minglab odamlar islomni qabul qilmoqda. Lekin bu haqiqat emas. Shaxsan o'zim islomiy kanallarda intervyu berayotgan atigi bir necha nafar, 10 nafar insonlarni ko'rganman xolos. Bu esa go'yoki katta bir harakat bo'layotgandek ta'sir uyg'otadi. Ularning ko'pchiligi o'z so'zlariga ko'ra qayta tug'ilgan masihiy emas va muqaddas kitobni jiddiy o'rganmagan. Odatda ular masihiy oilada katta bo'lgan, ammo masih haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan masihiylardir. Buni o'zim tekshirish uchun musulmonlarning masihiylikka o'tish statistikasida qidirdim va mana nimani topdim. Global miqyosda ko'p tilga olinadigan raqamlardan biri musulmon rahbari Shayx Ahmad al-Katta tomonidan 2001-yilda aytilgan bo'lib, u har soatda taxminan 667 musulmon masihiylikni qabul qilishi. Bu esa Afrika o'zida yiliga 6 million kishini da'vo qilmoqda. Rossiyada bir tadqiqotga ko'ra, Rossiyaning taxminan 2 million musulmon masihiylikka o'tgan. Shu bilan birgalikda 2500 pravoslav Nasroniyni islomni qabul qilgan. AQSh Pew Research markazi ma'lumotlariga ko'ra 9 milliondan ortiq amerikalik katta islomdan masihiylikka o'tgan. Ko'rona ishonman. O'zingiz tekshirib ko'ring. Obuna bo'ling, like bosing.